Ikkala o'zini mini bog'iga ega rancho sotuvga chiqdi. Yer maydoni 1 gektar 20 metr sotuv bo'tdi. Bu hududimizning afzalli tomonlari gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Nijiloy joy. Sotilayotgan joyimizda yashash uchun xonalari bor va 350-400 ga yaqin qoramol boqish uchun sharoitlari mavjud. Manzili Toshkent tumani Uchqahramon postidan taxminan 8-9 kilometr ichkarilikda Sanoat ko'chasida joylashgan. Mo'ljal vodokanal bo'tdi. Yerimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1 sotiga $9,000 so'ralyapti. Bu hozircha aytilayotgan narx. Kelib ko'ringlar, joy sizlarga yoqsa, realni olaman desanglar, tepasida yaxshigina kelishadigan joylari bor. Shu videoni arzonroq variantda kattaroq yer qarab yurgan yoki biznesini shahardan chetroqqa olib chiqish niyatida bo'lib yurgan tanishinglar bo'lsa tashab qo'yasizlar. Pastiga yozilgan nomerga aloqaga chiqurasizlar, chiroyli narxlarda qilib beriladi.